Isroil yana Bayrutni bombardimon qila boshladi. Hamas Isroil bilan urushni butkul tugatishga tayyor. Putinga ko'ra Kursk butunlay qaytarib olindi. Donald Tramp Zelenskiy Qrimni Rossiyaga berishga tayyor. Bugun shular haqida gapiramiz. Assalomu alaykum. Jahonda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti Yoshlar ovozining xalqaro dayjest ko'rsatuvida. Demak, biz boshladik. Livan poytaxti Bayrut yana bombardimon qilina boshlandi. Isroil harbiy havo kuchlari 27-aprel yakshanba kuni Bayrut janubiga havodan zarbalar berdi. Benyamin Netanyahu idorasining ma'lum qilishicha, zarba Hizbulloh guruhi tomonidan raketalarni saqlash uchun foydalanilgan binoga berilgan. Sahalga ko'ra, hujumdan oldin mahalliy aholi ogohlantirilgan. Livan prezidenti Jozef Aoun Isroilning zarbasini qoraladi. Buni Hizbulloh va Isroil o'rtasida noyabr oyida tuzilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvining buzilishi deb atadi. Shuningdek, Aoun Fransiya va Qo'shma Shtatlarni Isroilga ta'sir o'tkazishga va hujumlarni darhol to'xtatishga majbur qilishga chaqirdi. Netanyahu idorasi esa Hizbullohning Bayrutdagi infratuzilma obyektida raketalarni saqlashi kelishuvni buzish ekanligini aytmoqda. Ma'lumot uchun, bu Isroilning o't ochishni to'xtatish bitimi imzolanganidan keyingi 3-hujumi bo'ldi. BBCning ma'lum qilishicha, Hamas G'azo sektoridagi urushni to'xtatishga, barcha garovga olinganlarni ozod qilishga va Isroil bilan 5 yillik sulh tuzishga tayyor. Bu haqida Hamas rasmiylaridan biri nashrni xabardor qilgan. Manbaga ko'ra, Isroil 10 nafar garovga olinganlarni ozod qilishi evaziga 45 kunlik sulh tuzmoqchi bo'lgan. Hamas esa urushni to'liq to'xtatib, keng qamrovli kelishuv taklif qilgan. Shuningdek, Hamas sulh shartlari sifatida Isroil qo'shinlarining G'azodan to'liq chiqib ketishini va qamaldagi sektorga gumanitar yordam hajmini oshirishni talab qilmoqda. Isroil esa 2023-yil oktyabr oyida hujumlar chog'ida garovga olingan barcha fuqarolarni ozod qilishni va Hamasdan to'liq qurolsizlanishni talab qilmoqda. Vladimir Putin Rus armiyasi Kursk viloyatini butunlay ozod qilganini ma'lum qildi. Kursk operatsiyasida ishtirok etgan harbiylarni tabrikladi. Ukraina qurolli kuchlari esa Kursk viloyatida jangovar harakatlar yakunlangani haqidagi ma'lumotlarni rad etdi. Tahlilchilarga ko'ra, Kurskdagi janglarda chindan ham Rus armiyasi olg'a siljigan. Eslatib o'tamiz, Kursk viloyatidagi janglar 2024-yilning 6-avgustida boshlangan. O'shanda Ukraina qurolli kuchlari Rossiya chegarasini kesib o'tib, bir necha kun ichida hududning qariyb 1300 kvadrat kilometr hududini egallab olgan. Ukraina harbiylarini Kurskdan chiqarish uchun Moskva keng ko'lamli qarshi hujum operatsiyasini boshlagan, biroq operatsiyani yakunlash muddati cho'zilib ketdi va Putin bayonotiga ko'ra 9 oy deganda Kursk yana qaytarib olindi. AQSh prezidenti Donald Tramp fikricha, Zelenskiy Qrimni tinchlik kelishuvi doirasida Rossiyaga berishga tayyor. Kiyev ilgari bunday taklifni rad etgan bo'lishiga qaramay, Tramp shunday hisoblamoqda. Vatikanda Rim papasi Fransisning dafn marosimidan oldingi Tramp va Zelenskiyning qisqa suhbati haqidagi savollarga javob berar ekan, AQSh prezidenti jurnalistlarga Qrim haqidagi suhbat juda qisqa bo'lganini ma'lum qildi. Hozircha Zelenskiy ham Putin ham Trampning so'nggi izohlariga javob berishmadi. Yaqinda AQSh prezidenti Time nashriga Qrim Rossiya bilan qoladi degan edi. Tinchlik kelishuvi uchun bu muhim hisoblanmoqda. Yakshanba kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio Rossiya va Ukraina tinchlik kelishuviga erishish uchun oldinga siljishga chaqirdi. Agarda tinchlik kelishuvi uchun harakatlar natija bermasa, AQSh muzokaralardan voz kechishi haqida ogohlantirgan. Ma'lumot uchun, Rossiya 2022-yilda Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshladi va hozirda Moskva Ukraina hududining deyarli 20% nazorat qilmoqda. Ukraina harbiylari egallagan Kursk ham deyarli qaytarib olindi. Bizda hozircha shular. Voqealar rivojini Yoshlar ovozida kuting. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.